O'zi olimpiadalarning eng asosiy foydasi medali, xonog'i bilmas, to'g'risini aytaman. Eng asosiy foydasi har safar bosqichma-bosqich o'sib borish. Biz bilan Amerikaga borib kelgan ota-onalardan bittasi shu PhD himoyam e'lonini eshitibdi, telefon tabriklayapti. Orada qalay endi bolalar desam, oldingidan jiddiy o'qiyapti. Mana oldin telefoningni yig'ishtir deb aytardik, o'zlari yig'ishtiryapti. O'zlari telefon muhim emasligini tushunib yetdi, ko'proq shug'ullanyapti. Bu yil o'sha Amerikaga emas, endi Angliyaga boraman, Amerikani ko'rdim o'zi deb aytayapti. To'ydan ortganini bolaga emas, boladan ortganini to'yga ishlating. Ishlarni tekshirayotgan paytimizda tindirmay bizga yozadigan odamlar chetdan qarasangiz bizga xalaqit qilayotgandek tuyulishi mumkin. Lekin men shu ota-onalarda va shularning farzandlarida kelajak bor deb hisoblayman. Ingliz tilini o'rganish muhimligini va ingliz tilini aslida o'rganish osonligini qachon biladi bu o'quvchi, bilasizmi? Bir marta chetga chiqib kelsa. Pedamiz 5 yildan beri bo'lyapti-ku. Ular 3 yil, 4 yil oldin shu 3-sinf, 4-sinf o'quvchisi bo'lgan. Va bizning olimpiadalarimiz orqali prezident maktabiga kirganini his qilishadi ular. Mega miyalar deylik o'sha. Eng kuchli bolalarni bir joyga to'plashdan manfaatdorimiz qaysi ma'noda? Ular bir-biri bilan do'st bo'ladi, boshqalar bilasizmi? Har qanday katta buyuk kashfiyotlarni bitta odam yaratmagan. 3-4 ta geniylar yaratgan, daholar. Biz o'sha daholarni yoshligidan birlashtirmoqchi. Mana biz o'sha katta bo'lib olimpiadalarga borib birlashgan do'stlarimiz bilan hozir shu loyihalarni qilyapmiz-da. Men o'ylaymanki, bular birinchi sinfdan olimpiadaga qatnashib o'tdi. Bizni loyihalardan 10 marta kattaroq loyihalar qiladi kamida. Assalomu alaykum, hurmatli podkastimizning muxlislari. Bugun biz yana bir bor Sardorbek Bozorboyev bilan suhbatni davom ettiramiz, olib boramiz. Sardorbek Xiso olimpiadasini, demak asoschisi, Xiso olimpiadasi maktabining asoschisi. Demak, Sardorbek o'tgan safar suhbatimizda siz bilan asosan Tenegel olimpiadasi, xalqaro olimpiadasini o'tkazyapman jamoa bilan degan edingiz. Menimcha 23-noyabr kuni o'tdi. Qanday o'tdi? Taassurotlar qanday bo'ldi? Bu yilgi hisobga 3-xalqaro olimpiadamiz bo'ldi va shu 500 ga yaqin ishtirokchi qatnashdi. Biz har doim bitta xalqaro olimpiada qiladigan kunimiz ikkinchi olimpiada sifatida Xiso olimpiadasini ham o'tkazamiz. Bu nima uchun? Chunki baribir xalqimizda to'lov qobiliyati bor. Xiso olimpiadasi biz yangi savollarni ko'rish uchun o'zimiz tashkil etgan olimpiadamiz bo'lsa, xalqaro olimpiadalar o'zbek o'quvchilar dunyoni ko'rish uchun, chetga chiqishi uchun ko'proq. Shu kuni ikkita olimpiadamiz bo'ldi. Umumiy hisobda respublikamiz bo'ylab 2000 ta o'quvchi qatnashdi, ikkita olimpiadani qo'shsak. Va eng ko'p qatnashgan o'quvchilar shu Toshkent shahar, Xorazm viloyati. Xorazm o'zi matematikada ancha kuchli. O'zi endi men o'sha kuni men ham bordim, Toshkentdagisiga bordim. O'zimda ikkita farzandim bor. Bittasi 7-sinf, bittasi 3-sinf, ikkovi ham qatnashdi. Endi ota-ona sifatida bir tashqaridan kuzatimda, to'g'risi juda tashkiliy qism dahshat ekan. Har safar shunaqa olib borasizlarmi? Shunday. Bu masalan oddiy misol o'tgan yili 21 ta olimpiada o'tkazganmiz bir yilda. Bu yilgi hisobda 10-olimpiada edi umumiy hisobda. Ya'ni jamoa katta tajribaga ega olimpiada o'tkazish bo'yicha shu ishlaydi ekan. Shu bo'yicha jamoa ishlaydi. Biz masalan boshqa mana oddiy misol xalqaro olimpiadalarda savollarga juda ko'p e'tiroz bildirib, savollarni o'zgartirib turamiz har safar. Shunda bizga o'sha olimpiadalarni tashkilotchilar aytishadiki, birorta davlat yo'qki, borki, sizlarga o'xshab savollarni tahlil qiladigan deb aytishganda, biz chunki kelgan savolni shunday olib bolalarga bera olmaymiz. Birinchidan dasturga qaraysizlarmi? Sinflarga tushayotgan dasturga mos-mosli emas. Unga ham qaraymiz. Undan tashqari biz yechib ko'ramiz. Savollarni, misol uchun to'g'rimi, xatomi, undan tashqari o'zbek rus tiliga tarjima qilamiz bolalar tushunadi. Chunki bola bilimini baholashimiz kerak, uni ingliz tilini bilishini emas. Shuning uchun biz to'liq tahlil qilamiz va har safar savollaringda shu joyda kamchilik bor ekan deb olsak, ular albatta buni feedback deb qabul qilib rahmat aytadi. Boshqa tomondan ayniqsa Tenegel olimpiadasidagilar aytdiki, birorta davlat sizlarga o'xshab tahlil qilib bizga e'tiroz qilmagan, hatto xatosi bilan ham o'tib ketib qolgan olimpiadalar deb aytganda. Meni birinchi marta qatnashishdi o'g'lim bilan qizim. O'shanda bittasi honorable oldi, ikkovi ham honorable oldida. Finalga yo'llanmagan. Ya'ni u honorable degani finalga boradimi? O'zi muvaffaqiyatli ishtirok, faxriy yorliq ma'nosida o'zi, u ya'ni qo'shimcha rag'batlantirish aslida bu kimlarga beriladi? Natijasi medalga yetmay qolgan, lekin juda yaxshi qatnashgan o'quvchilarga beriladi. Ana keyingi mana yaqinda Komodo olimpiadasi bor, shunda nasib qilsa medalga yetish mumkin. O'zi olimpiadalarning eng asosiy foydasi medali, xonog'i bilmas, to'g'risini aytaman. Eng asosiy foydasi har safar bosqichma-bosqich o'sib borish.
chunki siz tepalikka chiqishda ham zinalardan chiqasizda, birdaniga chiqmaysiz. Olimpiadalar o'sha har bir zinani qavatini bildiradi, ma'nosini. Haqiqatan ham shunday ekan. Misol uchun ikkala farzandim ham xoneroy bo'lgan, bittasi 1 ball yetmay qoldi. Bronza medalga 1 ball yetmay qoldi-da. Keyin aytyapti, keyingi olimpiadaga endi motivatsiya berdimda, endi mana demak chet elda bo'ladigan finalga qatnashishing mumkin, lekin agar 1 ball yetganda bronza medal ham olarding dedimda. Endi keyingi olimpiadalarga tayyorlanyapti. Umuman mana shu bunday holi bolani o'stirar ekanda. Kuzatib boryapman, 15 kun qo'shimcha o'sha internetdagi sizlarni materiallaringdan, ilgarigi olimpiadalaringdan qo'yasizlar ekan. YouTube'da javoblarni shunday video yechimlarni ham qo'yamiz. O'shalardan olib tayyorlanyapti hozir juda zo'r. Endi buni finali haqida gapirib bersangiz, qayerda bo'ladi? Finali Angliyada 2 marta, Amerikada va buyuk Dubayda bo'lib o'tadi. Uzr, 2 marta Angliyada bo'lib o'tadi. O'sha mavsumiy, adashmasam iyunda va avgustda bu Angliyada, Dubay va Amerika sanasi saytida turibdi. Hamyurtlarimiz ham ko'rish mumkin. O'zim e'tibor qaratmadim, chunki biz uchun Amerika va Dubay yangilik emas. Bu olimpiadaning asosan Angliyada finali bo'lish joyimiz. Oldingi podkastimizda ham aytgandim. Angliyaga borgan odam dunyoning istalgan joyiga muammosiz kirishi mumkin, ya'ni viza olish oson bo'ladi. Biz o'quvchilarga dunyo eshiklarini ochish uchun ham qilganmiz bu olimpiadani. Mana kecha o'sha biz bilan Amerikaga borib kelgan ota-onalardan bittasi shu PhD himoyam e'lonini eshitibdi, telefon qilib tabriklayapti. Orada qalay endi bolalaringiz desam, oldingidan jiddiy o'qiyapti. Mana oldin telefoningni yig'ishtir deb aytardik, o'zlari yig'ishtiryapti. O'zlari telefon muhim emasligini tushunib yetdi, ko'proq shug'ullanyapti. Bu yil o'sha Amerikaga emas, endi Angliyaga boraman, Amerikani ko'rdim o'zi deb aytayapti. Tinigilda qatnashdi deb aytayapti. Ya'ni haqiqatda o'sha dunyoga chiqish odamni ufqini ochadi, o'ziga qo'ygan maqsadlarni kattalashtiradi. O'zi bizda o'sha Bahodir aka ustozimizdan bitta gap juda mashhur bo'ldi. To'ydan ortganini bolaga emas, boladan ortganini to'yga ishlating degan ma'noda gap. Ya'ni aslida mana xalqimizda hammasi yaxshi topadi, harakatchan, mehnatkash xalq. Faqat muhim maqsadlar, muhim o'sha prioritetni belgilab olish. Shuni belgilab olishni bilish kerak va masalan biz o'zi aslida masalan jamoamizdagi yigitlar aytadi, masalan bir kunda 2 ta olimpiada bo'lsa charchaymiz, boshqa qilamiz, bitta xalqaro bo'laversin deydi. Lekin 2 ta olimpiada qilishimizdan ham maqsad qaysidir o'quvchi shu haftada olimpiadasi qolib ketmasin, mayli to'lov qobiliyati yetarli bo'lmasa ham Xisoda qatnashsin, arzon-ku deb qo'yganmizda o'sha kuni. Lekin aslida istalgan xalqimizdagi hamyurtlarimiz bunga ham qurb yetadi. Faqat ular to'yga pul yig'adi, o'sha boshqa narsaga pul yig'adi, odamlar nima deydi deb pul yig'adi, lekin aslida eng katta investitsiya bu farzandga tish kerak. Chunki mana dehqon odam urug' sepadi, dori sepadi, kuzni kutadi-ku. Farzand shunday narsaki, mevani faqat 10 yilda beradi, lekin umrlik meva beradi. To'g'ri, o'sha kuni men farzandlarni nimaga kirgizib yubordik, olimpiadaga kirgizib yuborganimizdan keyin tashqarida ota-onalar gaplashib o'tiribmiz. Ko'ryapman, meni quvontirgani, ya'ni erkaklar ko'proqda, misol uchun ota sifatida o'zini qizini, o'zini o'g'lini olib borgani, keyin chiqib, olimpiada chiqqandan keyin o'sha kutish zallaring tayyorlab qo'yibsizlar. O'sha kutish zalida bolasi bilan birgalikda misollar yechyapti, naraqa yechyapti. Juda boshqacha ta'sirot uyg'otar ekan, misol uchun ota sifatida men ham shunga quvondim. O'sha yerda bitta ota bilan gaplashdim, o'zimizda akaxonimiz Umidilla aka degan yigitim aka bor. Har safar olib boryapti ekan va shu aynan Xiso xalqaro olimpiadalariga qatnashtirish uchun alohida to'garakka beribdi. O'quv markaziga berdim deyapti. 2-sinf o'g'li rus tilida qatnashibdi-da. Aynan mana shu Xiso olimpiadasida ishtirokini kuchaytirish uchun to'garakka bergan va har safar ballini ko'tarish bo'yicha ota bilan bola birgalikda ishlaydi ekanda. Endi u ham YouTube'da ko'rdim rezultatni. Demak, yozda u ham finalga, qaysidir davlatdagi finalga olib boriladi. Umuman olganda mana hozir
sizni olimpiadalaringiz, xalqaro olimpiadalaringiz har shu kuzatishim bo'yicha har 2 haftada bir marta HISO matematika olimpiadasi bo'ladi va har oy bir marta xalqaro olimpiada o'tkazasiz, to'g'rimi? Shunday. Bu oy qaysi olimpiada mo'ljallayapsiz? Boya Komodo matematika olimpiadasi savollarni ko'rdim, juda ham yoqdi menga. Va o'sha akademik tim deydi, akademik jamoasida xalqaro olimpiadada yutgan bolalar ishlar ekan. O'sha shuning ham bu olimpiada yoqdi va dunyoning eng borishga arziydigan joylardan biri bu Bali orollari, bilasiz, juda mashhur. Finali Bali orollarida bo'ladi. Ya'ni o'quvchi olimpiadaga chiqishi bilan birgalikda sayohat ham qilib keladi, nasib qilsa yutib keladi. Men ishonaman, bizlarga aytishadi-da, nimaga sizlar savollarni qiyin qilasizlar, HISOning savollarini ayniqsa deydi. Qiyin ekan, haqiqatan. Biz daraja oshishini istaymiz bolalar. Xalqarodan shunday. Chunki bularga nechta olimpiada orqali o'tib kelgan bolalarda endi bularga osonlashtirsangiz bular yeb qo'yadi savollarni. To'g'ri. Shu ma'noda bizni o'quvchilar ishonaman, xalqaro olimpiadaga borsa aniq oltin medal emas, aniq absolut winner mutlaq g'olib bo'ladi. Xudosi o'sha fevral oyida eng qizig'i 2 ta olimpiada yonma-yon. Bittasi Komodo olimpiadasi, bittasi Olimpiada USA. Uni biz oktyabrda o'tkazganmiz. Hozir adashmasam dushanba kundan aloqaga chiqish boshlanadi ularga telefon orqali. O'sha finalga borish shartlari tushuntiriladi. Shu fursatdan foydalanib aytaman, eng muhimi xorijga chiqish pasportini olib qo'yish kerak ota-onalar. Bu pasport. Shu, chunki mana yaqinda o'zim Moskvaga borib keldim, bilasiz. 3 ta talabani olib ketdim olimpiadaga, ikkitasi oltin medal oldi. Roden, ya'ni Rossiya Xalqlar do'stligi universitetida bo'ldi. 192 ta universitet qatnashdi, 20 ta davlatdan. 1000 ga yaqin talaba. Hali bu yoqda keta olmay qolgan talabalarimiz bordi, juda kuchli. Nima uchun keta olmay qoldi, bilasizmi? Qizil pasportga topshirishdi, ulgurmay qolishdi. Chunki qizil pasport 1 oylarda chiqadi, misol uchun. Shuning uchun hozirgidanoq ota-onalar qizil pasportga topshirib qo'yish kerak. Men buni kanalda ham qo'ydim, lekin hozir fursatdan foydalanib aytaman. Endi yuqoridagi gapingizga Umidullaga haqiqatda juda talabchan odam. O'zim men shunda ota-onalarni juda yaxshi ko'raman. Aslida masalan misolda bizga olimpiadadan keyin aslida mana ishlarni tekshirayotgan paytimizda tindirmay bizga yozadigan odamlar chetdan qarasangiz bizga xalaqit qilayotgandek tuyulishi mumkin. Lekin men shu ota-onalarda va shularning farzandlarida kelajak bor deb hisoblayman. Chunki ular talabchan, olimpiadaga qatnashib bo'ldimi, bo'ldi emas. Hatto o'sha iltimos farzandim ishini tashab bering deydi. Ishini tashab beramiz. Misol uchun ba'zida masalan D-sini biz B deb o'ylab xato degan paytlarimiz bo'ladi. Birinchi sinflar pochirki husni xati yomon bo'ladi. Mana qog'ozda ham bu B degan, qarang, Bga o'xshab turibdi-ku deb iltimos qiladi. Birinchi sinfga uni rag'batlantirish kerak. Uni yiqitish emas-ku maqsad. To'g'rilab qo'yamiz. Bizga kim murojaat qilsa hech kim norozi bo'lmagan. Ya'ni shuning uchun shunday ota-onalar va shunday otalar ko'payishini tarafdoriman. Bizga shunday ota-onalar bor, har olimpiadadan farzandim javoblar varaqasini so'raydi, tashiymiz va u tahlil qiladi. Aynan qaysi savollarni va nimaga xato qilganini tahlil qiladi. Bu o'zi olimpiadaning yagona umrlik foydasi shu. Qolgan mana medal oling. Men 2015-yil butun jahon olimpiadasida IMO'da yutganman, hozir medalim qayerdaligini bilmayman aka, to'g'risini aytaman. Misol uchun o'sha vaqtdagi diplomini imtiyozlari, ya'ni universitetga kirishida foydalanib bo'lganman. Hozir u narsa yo'q, lekin olimpiadaning menga bergan foydasi hozir shu loyihalarimizda ko'rinadi. Shunday ekan, olimpiadaga bilim uchun kelish kerak ota-onalar. To'g'ri. Albatta medal qo'shimcha rag'bat bola uchun. Endi ko'p ota-onalar bilan gaplashsangiz, misol uchun deylik, ingliz tilini ham qo'shsa yaxshi bo'lardi deydi-da. Ya'ni bir borganda bola ham matematika, ham ingliz tilidan imtihon topshirsa zo'r bo'lardi deb talab tushadi-da. Endi bilasiz, hozir O'zbekistonda ingliz tili o'ta kuchayib ketyapti. Kerak bo'lsa pul berib, xalqaro olimpiadalarga pul berib onlayn qatnashyapti-da, ingliz tilidan bilimini sinash uchun. HISO olimpiadalarda ham ingliz tilini qo'shish maqsad qanday bo'lyapti? O'zi mana o'tgan, mana hali kechadan oldin yoki uzr, kecha o'tdi olimpiadamiz. Endi podkast videosi hali bir necha kundan chiqishi mumkin. O'tgan hafta deb gapirdik. Chiqdi va o'shanda biz sinov tariqasida 10 ta ingliz tili savol qo'shib ko'rdik. 20 ta matematika, 10 ta ingliz tili va ingliz tilidan 20 ball, matematikadan 80 ball. Endi matematikani toshi og'irroq bosadigan qilib qo'ydik. Va bilasizmi, masalan, har safar xorazmlik o'quvchilar hamma sinflarda yetakchilik qilardi. Matematiklar, undan tashqari o'sha bizning Xorazmda loyihalarimiz ko'pda, hokim olimpiadasi, boshqa. Bu safar ko'ryapman, vodiylik o'quvchilar, ayniqsa farg'onalik o'quvchilar top 3 talikda turibdi. Demak, ingliz tili vodiyda kuchli ekan. Va bu narsa endi men ishonaman,
xorazmlik o'quvchilar misolida boshqa o'quvchilarga ham turtki bo'ladi, ingliz tilini ham o'qish muhimligini. Menga o'zi har doim bitta savol berishadi-da, odam o'zi bilan o'zi gaplashganda ham shu savol paydo bo'ladi. Necha yil orqaga qaytishni xohlaysanmi degan savol odamning ichidan o'tadi-ku, o'zining ichidan. Shu paytda har doim hozir kunimdan roziman, afsuslanmayman. Faqat qancha ingliz tilini erta boshlaganimda yaxshi bo'lardi degan xayol o'tadi har doim. Ya'ni orqaga qaytsam ingliz tilini boshlardim ertaroq degan fikr o'tadi. Shunday ekan o'quvchilarga hozir aytardim, birinchi sinfdanoq ingliz tilini boshlashsin. Va ingliz tilini o'rganish muhimligini va ingliz tilini aslida o'rganish osonligini qachon biladi bu o'quvchi, bilasizmi? Bir marta chetga chiqib kelsa. Mana men zaruriyatini shunday. Masalan, men aprelda Dubayga bordik. O'sha yonimda turkiyalik ustozim Hakan O'zman sherigim edi. Hamma joyda birga yuribmiz, ikkalamiz bir amallab tushuntiryapmiz, boshqa qilyapmiz. Keyin ikkinchi kuni shunday bo'ldiki, biz mehmonxonadan kechroq chiqdik, avtobusga chiqdik, o'sha delegatsiya avtobusiga. Ikkita yonma-yon bo'sh turgan joy yo'q. Bitta bo'sh joylar bor. Keyin men bitta Gonkonglik odam bilan o'tirib qoldim. Keyin bilsam bu AIMO, ya'ni Asian International Matematika Olimpiadasining asoschisi ekan, professor odam. Shu bilan o'tirib qoldim. Bilasizmi, ingliz tilida sayradim desa ham bo'ladi. Ya'ni aslida gaplasha olamiz, har birimiz gaplasha olishimiz shu chetga chiqqanda bilamizda. Majburiyat bo'lsa tilimiz gapirishni boshlaydi. Mana xudo xolasa ertaga Italiyadan ilmiy rahbarim kutib olaman. O'zbekistondagi ilmiy rahbarim Karim Rahimov ustozimiz. Uchalamiz yursak men ingliz tilida gapirmayman-da. Keyin o'sha Fabrizio aytadi, "Karim, sen uzoqroqda yur, Sardor menga inglizcha gapiryapti, gaplashyapti" deydi. Ya'ni shu ma'noda aytmoqchi eganim, ota-onalarga aytishim mumkin, ilojini qilib xalqaro olimpiadaga yuborishsin bir marta bo'lsa ham. Bu umrlik foyda bo'ladi bola uchun. Bir umr esda qoladi. Shunday. U o'zini imkoniyatlari cheksizligini, ya'ni o'ylagandan kattaligini tushunib yetadi. O'zi olimpiadaga borganda necha kun turiladi? Bir kun olimpiada bo'ladi. Odatda mana eng kami Amerika, Angliyaga o'xshagan qimmat davlatlarda 6 kun. Lekin mana Malayziya, Bali shunga o'xshagan davlatlarda 8 kun, 7 kun. Bir haftadan kam emas, o'rtacha bir hafta. Xuddi turistdek borasiz ekan. Bir yo'la olimpiadani ham imtihonga topshirib. Shunda mana shu videochilarimizdan iltimos qilishimiz mumkin, hozir suhbatimizda montajga qo'shishsa, Amerikaga borganda o'quvchilar dunyoni nomer 1 universitet MIT ga borishdi. Oho, 5-o'ringa 5 tarixda turadi. 5 tarixda. Yo'q, birinchida MIT birinchida turadi. Garvardga borishdi, Kolumbiya universitetiga borishdi. Garvard, MIT shunday. Niagara sharsharasiga borishdi. Niagara sharsharasiga, ya'ni olimpiada bahonasida dunyo ko'rdi-da, endi ularni hech qachon esdan chiqmaydi. Voy. O'zi viza olishni o'zi qiyin. Amerikaga 1 yilga beradi odatda. Demak, 1 yil davomida Amerikaga borishlari mumkin. Keyingi olimpiadada misol uchun borishi mumkin. Endi misol uchun bizni hozirgi Teenager olimpiadasida g'olib bo'lganlar, menimcha Dubay yoki Angliyaga boradi deyapsiz-ku. Amerikaga ham borishmoqchi. Amerikaga borishi ham mumkin. Bizda Amerikaga yuboradigan 3 ta olimpiadamiz bor va uchalasi ham yaxshi ham sanalar 3 xil. Fevralda, iyunda, avgustda, iyulda demak. Nimaga qarab tanlanadi? Masalan, uchoviga ham olib borishingiz mumkin. O'zi talabga aslida mana o'sha ko'p olimpiadalarning birinchi, mana oddiy misol Kopernikus olimpiadasini aytadigan bo'lsak, biz birinchi olib kirgan olimpiadamiz, to'ng'ich olimpiadamiz desa bo'ladi. Birinchi Amerikada boshlangan. Keyin mana Amerikaga ko'pchilik viza ola olmaydi, boshqa qila olmaydi. Umuman viza olishi rasman taqiqlangan davlatlar ham bor, bilasiz. Va ular uchun Dubayda final qiladi. Dubay Amerikaga qaraganda arzonroq ham shahar. Shu nuqtai nazardan kim istasa xohlaganiga borishi mumkin. Xohlasa 2 oyga ham borishi mumkin. Teenager olimpiadasi birinchi o'zi Angliyada boshlangan, Buyuk Britaniyada, adashmasam Londonda. Keyin o'sha Amerikada ham bitta final, ya'ni bitta finalni qilishadi, Dubayda ham. Dubay ham ya'ni turistik markazlardan biri dunyoni, bilasiz. Shuning uchun Dubayda qilish har tomonlama oson va o'quvchilar uchun qulay. Vizasiz boradi, arzonroq. Dubay keyin bir marta, har qanday inson bir marta borib ko'rishga arziydigan davlat. Albatta, albatta. U Amerikaga borgandagi xarajatlar qanday bo'ladi? Endi misol uchun mana bu safar qanday bo'ldi? Misol uchun o'tgan safar taxminan chiptasiz $3000 atrofida bo'ldi. Bu nimalarni o'z ichiga oladi desangiz, 4 yulduzli mehmonxonada yashash, ovqatlanish, ichki hamma transferlar, ya'ni qayerga borish, ichki chiptalar, boshqalar, Garvardga borish, hamma narsa, hamma har bir joyga kirishda o'zining to'lovlari bor, shular ham ichiga kiradi. Va undan tashqari, bilasiz, hozir elchixonaga viza topshirish agar o'zgarmagan bo'lsa $185.
Keyin sizni bir dunyo hujjatlaringizni qiladigan firmalar bor, uni to'lovlar. Ya'ni hammasi ichiga kirib ketadi shu narsa. Misol uchun chiptalar, nimaga chiptani qo'shmay aytaman? Chipta avvalo viza chiqqandan keyin olinadi. Viza chiqqandan keyin mana ba'zilar shoshib oldi 20 milliondan ham oldi. Ba'zilar shoshmasdan oldi. Adashmasam 12-13 millionga ham chipta topildi. Ya'ni va Amerikaga borishning ham 3-4 xil usuli bor-da, viza olganingizdan keyin. To'g'ridan-to'g'ri reys bilan borishingiz mumkin. Yoki masalan Turkiyaga, Qatarga, boshqa joyga uchib, o'sha persatka deymiz, persatka qilib borsa ham bo'ladi. Ba'zilarga shu qulay. Birinchidan chipta arzon bo'ladi. Ikkinchidan Amerikaga uchganda Jamolda necha soat uchdingizlar to'g'ridan-to'g'ri? 13 soat to'liq samolyotda o'tirishga. Bu oson emas. Mana Xorazmdan mashinada kelishda 13 soat men qiynalaman. O yo'lda necha marta to'xtaymiz bo'lmasa. Samolyotda tasavvur qiling, osmonda to'xtab bo'lmaydi. Shuning uchun agar persatka qilsangiz 2 ga 3 ga bo'lib uchishingiz mumkin-da buni. Bu vaqt. Endi Sardorbek bitta sanaylik, misol uchun xalqaro olimpiadalarni 21-dekabrda demak Komodo olimpiadasi, keyingi olimpiadalar misol uchun anig'i bor deylik. O'zi mana har oy bir marta xalqaro olimpiadaga qatnashtirmoqchisiz. Shunda mana mart oyida Thales nomli olimpiadamiz bor. Bu aniq shartnomaga erishganmiz. Bu men eng kutayotgan olimpiada, chunki savollar juda ham sifatli. Keyin bu olimpiadani mana siz Aziz Nesin degan yozuvchini eshitgansiz. O'shani ukasi Ali Nesin ochgan. Bilishimcha Amerikada o'qib kelgan, matematika bo'yicha kuchli odam. U adashmasam matematika qishlog'ini tashkil qilgan. Turklar ko'y deydi, matematika ko'yi. Amerikada tashkil qilgan. Amerikada o'qib kelib, Turkiyada tashkil qilgan. O'sha joyda bo'ladi olimpiada va olimpiadada ishtirok etganlarning eng yuqori 5%gina olinadi. Ya'ni mana boshqa olimpiadalarda medalga yetmasa ham oladi, bunda unday emas. Bu juda ham jiddiy olimpiada. Shuni kutyapman. Undan tashqari butun dunyoda o'zi Kopernikus olimpiadasini saralash bosqichi yanvar-fevralda bo'lardi. Biz endi vizaga kechikmaylik deb sentyabrda qilgandik. Yanvar-fevraldagizda ham qatnashtirmoqchimiz bolalarni. Sabab bor buni. Chunki yanvar-fevraldagizda butun dunyo bilan bir kunda qatnashib, o'zini kategoriyasida eng yuqori ball olgan bolalarga o'sha $3000 qismi bor-ku, qoplab beriladi. O'sha Amerikadagi tashkilot tomonidan birinchi o'rinni olganlar. Biz ishonamiz buni o'zbekistonliklar olishiga va shuning uchun qilmoqchimiz. Yana aslida saralashni qilib bo'lganmiz. Boshqa tomondan ko'pchilik hali bexabar qolgani uchun ham ularga imkoniyat bo'ladi. Bu shunday. Undan tashqari olimpiadalarimiz bor. Bular endi to'g'risi nima deydi, surpriz bo'la qolsin, o'quvchilarga yangi yilga e'lon qilamiz. Shunday e'lonlarni kuzatib borish uchun qayerda? Eng birinchi navbatda Hisso kanalimizda beramiz. Keyin o'sha har bir hududiy kanallar bor. Mana hozir sizda ham beryapmiz e'lonlarni, sizni ham kuzatib borishlarini aytishimiz mumkin. Albatta. Biz o'zi yoshlikdan maktabda 9-sinfdan 11-sinfgacha yilda bir marta olimpiadaga borganmiz-da. Endi unda ham to'g'risi bir marta matematikadan borganman, bir marta fizikadan, esimda yo'q uchinchisi. Xullas unda bepul endi olimpiada deganda maktab olimpiadasini tasavvur qiladi va mana shunday sizlarda izlanuvchan yoshlar sababli xususiy mana shunday olimpiadalarga qatnashish imkoniyati yaratildi-da. Bu bir tomondan yaxshi, Sardorbek, to'g'risi. O'zim farzandlarimni olib bordim. Lekin ikkinchi tomonda qarayotgan bo'lsak, misol uchun kommentlarga qarasak yoki aholi bilan gaplashsak, xususiy olimpiadalar ko'payib ketdi, bari pul ishlash, arzimagan bir savollar beradi va pul ishlab ketadi degan tasavvur bo'lyapti-da. Shunga qanday qaraysiz? Endi meni o'zimning fikrim bor. Shunday. Yo'q, savol yaxshi savol, og'riqli savol. Endi har safar bitta tushuntirardim, hozir umumiy tushuntirishim uchun yaxshi bo'ladi. Birinchidan siz aytayotgan olimpiadalar davlatning funksional vazifasiga kiruvchi olimpiadalar. Uni yilda bir marta qiladi va o'sha davlat olimpiadasini o'tkazayotgan xodimlar davlatdan oylik oladi. Xususiy olimpiadalarda yagona moliyalashtirish bu o'zi. Shu nuqtai nazardan badal to'lov bor. Bu bitta bizda emas, dunyoning eng nufuzli olimpiadalarida ham, hatto hozirgi kunda bilasiz, DTM, ya'ni hozir bilimni baholash agentligi bo'lgan, uni testlari, milliy sertifikat testini boshqa hammasini to'lov bor. Chunki tashkil etish to'lov bor birinchidan. Ikkinchidan o'sha ba'zilar bizda gap bor-ku, o'rmonga o't ketsa, ho'l quruq birga yonadi deb. Haqiqatda shunday yuzaki olimpiadalar ko'p.
Ya'ni olimpiada o'tkazadi, savollar arzimagan savollar. Lekin biz yuqorida ham aytib o'tdim, har doim uni qatnashayotgan matematiklarni biladiganlar yaxshi biladi. Bekorga bizni tanlashmayapti. Biz savollarni birinchi o'ringa qo'yamiz, birinchi planga qo'yamiz. Mana o'zimizni qatnash 50 mingina bo'lgan olimpiadamizda ham savollar yuqori saviyada, har bir tuziladi, har bir rasm chiziladi. Mana rasm chizadigan bolalar ham shu yerda o'tiribdi. Har bir savolga juda jiddiy yondashamiz. Kim bizda yana bitta odat bor. Oldingi olimpiadamizda g'olib bo'lgan o'quvchilarning ismlarini ishlatib savol tuzamiz keyingi olimpiadaga. Ya'ni har bir savolga jiddiy qaraymiz. Shuning uchun va hozirgi kunda 50 ming 50 ming ekanda bir qatnashish 50 mingdan xolos. 2026-yilda 4-yil ketayotgan bo'ladi. Bu biznes ham deb bo'lmaydi aka buni. Bu bitta tushlik ham qila olmaysiz bu pulga hozir. Shuncha komanda ishlayapti. Shuncha jamoa ishlaydi, boshqa qiladi. Endi boyagi 250 ming, 300 minglik olimpiadalarni bizni o'sha 50 minglik olimpiada bilan solishtirib biznes deb o'ylashi mumkin, lekin bu o'zini talablari bor. Ya'ni u badal to'lovining ma'lum qismini 50% dan ko'proq qismini siz o'sha xalqaro tashkilotga berasiz. U sizga xalqaro medal, sertifikat beradi, boshqa. Keyin buni tashkilotchilik xarajatlari bor. O'zi uchun ham siz O'zbekiston uchun, demak xalqaro har bir ishtirokchi uchun shtabiga pul to'laysiz. Pul to'laymiz har bir ishtirokchi sonidan kelib chiqib. Va yana bitta narsa aka, oldin ham aytgandim, biz biror marta ya'ni karta, naqd pul ishlattirmaymiz. Endi ro'yxatda o'tmay kelgan bola ilojsiz naqd to'laydi, lekin 90% bizda klikdan hisob raqamga to'laydi, biz soliq to'laymiz. Mana ota-onalarga to'lanayotgan pensiya deymizmi, ustozlarga to'lanayotgan oylikmi, bir qismida bizning ham ulushimiz bor. Biz rasmiy ishlamiz, biz soliq to'lovchimiz, davlatning budjetiga biz hissa qo'shayotgan odamlardanmiz. Shuning uchun u soliqlar bor, ko'rinmaydigan qismini bilasiz. Shunday ekan, ta'lim biznesga aylanmagan, biznesga aylangan taqdirda ham bu biznes yomon tushuncha emas. Bizda shunchaki o'sha eski zamondan qolib ketgan ta'lim tekin bo'lishi kerak degan tushuncha. O'zi tekin bo'lgan narsa rivojlanish qiyin bo'ladi, bilasiz. Bizda ta'lim va tibbiyot tekinligi unchalik men xayrixoh bo'lmagan tushunchalar. Ta'lim tekin bilan olimpiada tekinlar bir-biridan umuman mutlaqo boshqacha. Mana yuqorida aytib o'tgandek, DTM yoki milliy sertifikat yoki IELTS topshirsangiz ham, boshqa qilsangiz ham to'lovlik va adashmasam $100, $200 atrofida. Bizda olimpiadalar 1 yilligini qo'shsangiz shu pulga bormaydi. Yo'q, e'tibor berdim, o'sha kuni ham ko'rdim. Misol uchun sizni 50 ming so'mgina to'lab, Xiso olimpiadasiga qatnashgan o'quvchi bir vaqtda sizni o'sha sizning muallifingizdagi yoki boshqa muallifdagi kitoblarni qandaydir 50 ming arzoniga oladi. Ha, 50 ming arzoniga. Ha, qatnashgan tekinga tushadi. Bundan maqsad nima? Biz o'qiydigan bolani maksimal qo'llab-quvvatlashni xohlaymiz-da. Tasavvur qiling, siz olimpiadaga kelyapsiz, 50 ming to'lab qatnashdingiz va kitobimizni 50 ming arzoniga oldingiz. Sizda 2 hafta vaqt bo'ladi shu kitobni yetib chiqishga, keyingi olimpiadagacha. Siz keyingi olimpiadada yana bitta kitobimizni olishingiz mumkin. Bizda 17 ta kitob, nasib qilsa hozir yana ko'payadi. Ya'ni tekinga ham tushadi qatnashish. Biz mana yaqinda bitta loyiha yo'lga qo'yapmiz. O'sha loyihada obuna tizimi ishlaydi. Kun testi mobil ilovamizda. O'sha 1 yillik obunasini sotib olgan o'quvchi adashmasam yarim yillik to'lov bilan ishlata oladi. Va o'shanda aytdim-da, ya'ni jamoamizdagilar aytdiki, arzon berib qo'ygan bo'lmaymizmi deganda aytdim, agar bola 1 yil uzluksiz qatnashadigan bo'lsa, uni men rag'batlantirishga roziman. 50% to'lov bilan. Ya'ni 25 ming so'mgina tushadi. Shunday, ha. Zo'r. Endi yana bitta narsaga e'tibor beryapsizmi yo'qmi? Meni taklifim bo'lardi. Misol uchun 208 ta tumanni e'tibor berayotgan bo'lsak, viloyatlarda tumanlar orasi uzoqda va sizda hozir 14 ta hududda bittadan o'sha xodimlaringiz ishlaydi ekan. O'sha kuni bir vaqtda butun respublikada 14 ta joyda olimpiada o'tyapti. Misol uchun yakshanba kuni 14 ta joyda bo'ladi. Lekin men taklifim bo'lardiki, misol uchun Qashqadaryo deylik, Qashqadaryoni bitta Qarshi shahrida emas, 5-6 ta tumanlarda tashkil qilsangiz, o'sha tumanlardan kelolmay qolgan o'quvchilar qatnasha olardi deb o'ylayman. Bu bizda ham og'riqli masala. Bilasiz, olimpiadada birinchi navbatda shaffoflik, natijalar adolatligi birinchi o'rinda turadi. Bizda shunday uchrab turadi. Bilasizmi, adolat nuqtai nazaridan o'quvchini ikkita ishi ham kelib qoladi-da bizga. Ya'ni ustoz yordam berib o'zgartirgan bo'ladi. Biz husni xatdan taniymiz. Birinchi, ikkinchi sinf bola unaqa qilib yoza olmaydi. Yaxshi ham ikkinchi ishi ham bizga kelib qoladi. Mana bugun bitta shunday holat bo'ldi.
vazifa qo'yildi bizga. Chetlashtiramizmi yoki kam natijasini olamizmi? Kam natijasini oldik. Endi birinchi sinf bola chetlatilmasin. Albatta. O'zini bilimini olaylik dedim va o'sha hududdagi odamga aytdim. Yana shunaqa hol takrorlansa, siz bilan ishlashni to'xtatamiz dedik. Biz boshqa hududlar bilan ishlashga, ko'paytirishga tayyormiz. Kim mana ko'rayotgan o'sha o'quv markazlari bo'lishi mumkin, xususiy maktablar bo'lishi mumkin. Men olimpiadaga xolis, ya'ni ishlashga, halol ishlashga, natijani adolatli ta'minlashga va'da beraman desa, bizga aloqaga chiqsin, biz u bilan suhbat uyushtirib, olimpiadamizni filiallarini ko'paytirishimiz mumkin. Farg'onada mana 3 ta joyda bo'lyapti olimpiada. Bir vaqtda Farg'ona juda yaxshi ishlayapti. Misol uchun adashmasam yana qaysi Buxoroda 2 ta joyda, hozir nasib qilsa 3 ta joyda qilamiz. Bor bunday narsalar, boya hududlar nasib qilsa ko'paytiramiz. Bizda ham asosiy masalalardan biri balki o'sha bizga hozir siz orqali aloqaga chiqishsa, shu videodan foydalanib biz hududlarni ko'paytirishga tayyormiz. Taklif qilgan bo'lardik. Mana shu nomerga mana yozib qo'yamiz. Mana shu nomerga va adminlarga Sardorbekni endi jamoasidagi yigitlarimizga aloqaga chiqsalaring, xursand bo'lardik, zo'r bo'lardi. Misol uchun bir vaqtda bu boshqa o'quvchilarga juda qulaylik bo'lardi. Albatta, geografiyani kengaytirish kerakda. Mana misollaringizni ko'rdim, o'z ko'zim bilan ko'rdim, borib birgalikda ko'rdik, farzandlarim ishladi. Zo'r misollarda ular osmondan olinmagan haqiqiy bolani tafakkurini oshiradigan darajadagi misollar. Albatta hamma tumandagi bolalarni bilimini oshirishga xizmat qiladi. Men e'tibor berdim, misol uchun xususiy maktablar juda ko'p qatnashibdi-da. Sizni o'sha oxirgi reytingingizda ballarni chiqarasizlar ekan, butun respublikani ballarini chiqarasizlar ekan. Maktablarga e'tibor berib chiqdim-da. Xususiy maktablar ko'p va yana xursand bo'lganim, ixtisoslashgan maktablar ham ko'pda. Va demak bundan xulosa qildimki, misollarni ular ayniqsa misol uchun ixtisoslashgan maktab, prezident maktablarining o'quvchilari misollarni darajasini biladi-da ancha va har safar qatnashuvchi o'quvchilar bor ekanda. Birinchidan ular o'sha biz olimpiadamiz 5 yildan beri bo'lyapti-ku. Ular 3 yil, 4 yil oldin shu 3-sinf, 4-sinf o'quvchisi bo'lgan va bizning olimpiadalarimiz orqali prezident maktabiga kirganini his qilishadi ular. Va bizdan foyda borligini biladi, bizdan uzilmaydi ular. Qatnashaveradi. Mana aytaman 2019-yildan beri qatnashgan o'quvchilar bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan xususiy maktab mavzusiga kelsak, bilasizmi? Boya to'g'ri maqsadni qo'yish dedik-ku, muhim narsani tanlash dedik-ku. Bolasini xususiy maktabda o'qitayotgan ota-onalar boyaga to'y, hasham, urf-odatdan ko'ra bolasining ta'limga investitsiya kiritish muhimligini tushunib yetgan ota-onalar. Shuningdan ular ko'proq olimpiadaga qatnashyapti. Boshqa hamyurtlarimiz ham shu narsani tushunib yetsa, yana aytaman, gapirish osondek ko'rinishi mumkin. Ularda ham imkoniyat bor, men aniq bilaman. Shunchaki ular boyaga odamlar nima deydi degan qobiqdan chiqib keta olmayapti. Ta'limga emas, boshqa narsalarga pul sarflayapti. Uyini qayta remont qiladi, boshqa qiladi. O'sha xususiy maktab o'quvchilari ko'p qatnashayotganiga sabab ular ta'lim muhimligini tushunib yetgan ota-onalar va shuni farzandlari. Shunday. Keyin har olimpiada, misol uchun har olimpiadangizda respublika bo'yicha reyting chiqarasizlar va ularni respublika bo'yicha birinchi o'rin, ikkinchi o'rin aniqlanar ekan, Xiso olimpiadasida, to'g'rimi? Ularga har safar oltin, kumush, bronza medal, sertifikatlar beriladimi? Shunday. Keyingi olimpiadada oldingi olimpiadaning taqdirlashi bo'lib o'tadi. Keyin biz xalqaro olimpiadalar sistemasida ishlaymiz. Qanaqa? Xalqaro olimpiadalarda bitta birinchi o'rin, bitta ikkinchi o'rin, bitta uchinchi o'rin degan tushuncha yo'q. O'sha ma'lum natija oralig'idagilar hammasi oltin medal, ma'lum natija orasidagi hammasi kumush, keyin bronza medal oladi. Bizda har olimpiadamizda adashmasam 300 ga yaqin medal oladi o'quvchilar umumiy hisobda. Bu qatnashchilarning 30%dan ko'proq hatto. Ya'ni ko'proq odamni biz rag'batlantiramiz. Bu rag'bat yana ham ko'proq o'qishiga turtki bo'lsa bo'ldi. Bizning oliy maqsadimiz shu. Shunday. Endi hozir taxminingizcha, misol uchun Tinegil olimpiadasida nechta o'quvchini finalga chet davlatga olib bormoqchisiz? Mana Kopernik olimpiadasida 100 ga yaqin, endi ota-onasi bilan birga qo'shganda 100 ga yaqin odam borishga qiziqish bildirdi. Birinchi yarmida biz tajribasizligimiz uchun yoki o'sha xatlar kelishidan oldin vizaga topshirgandik. Kamroq odamda viza chiqdi. Ikkinchisida adashmasam 50 ta kishidan 30 dan ziyod kishida viza chiqdi. Bu juda ham zo'r narsa. Amerikaga. Men o'ylayman, Tinegil olimpiadasini endi Amerika, Angliya, Dubaydan qo'shganda umumiy hisobda masalan o'sha 300 ga yaqin odam borsa kerak, umumiy hisobda aytyapman, qiziqish bildirsa kerak deb o'ylayman. Boshqa tomondan bizda o'sha Amerikaga chiqadigan ham o'zi 3 ta olimpiadamiz bor.
Tinigelni unikalligi Britaniyaga boriladigan yagona olimpiada hozircha. Dubayga boriladigan olimpiada ham bizda 3 ta 4 ta. Shunday ekan va muddatlari, boshqalarini inobatga olsak, ota-onalar uchun qulaylik, kimni qaysiga qiziqsa, qurbi etsa, imkoniyat etsa, qiziqish bildirsa, borishi mumkin. Biz imkoniyat yaratib beramiz. Albatta, endi farzandlarim qatnashdi. Xudo xolasa men ham niyat qilib turibman, shu farzandlarimni olib birgalikda Hisoni o'quvchilari bilan birgalikda olib bormoqchiman. Endi chunki mendagi nima uchun qiziqyapmanki, o'zini tengdoshlari bilan birgalikda matematiklar, hammasi matematiklar birgalikda Dubayni, birgalikda Angliyani ko'rsa, bu oddiy aylanishdan ko'ra o'zini o'sha matematiklar olami bilan birgalikda aylansa, katta motivatsiya beradi o'quvchiga. Kelajak olimpiadalarga aytganingizdek, umuman qo'yib yubormaydi. Har safar siz qatnashma degan taqdiringizda ham qatnashib, sizdan qochib borib bo'lsa ham qatnashib kelayotgan darajada bo'ladi-da matematikasi. Hozir mana 21-dekabr kuni final qismi Balida bo'ladi. Bo'ladigan olimpiadani o'tkazmoqchisiz. O'sha kuni bir vaqtda ikkita olimpiada, Hiso olimpiadasi va Komodo olimpiadasi. Endi u Komodo olimpiadasiga qatnashdi. 21-dekabr kuni qatnashdida u deylik Baliga yo'llanmani qo'lga kiritdi. U finali qachon bo'ladi? Fevral oyida. Fevral oyigacha nimadan tayyorlanish kerak o'zi? Xalqaro olimpiadaga tayyorlanish. O'zi boya ham aytib o'tdik, bizning savollar ulardan qiyinroq deb. Degani bizning savollardan tayyorlanish yetarli. Qiyiniga tayyorlansangiz oson. Ilgarigi bazalar bo'ladimi? Ilgarigi bazalar bizda kitob ko'rinishida nashr etiladi va boya aytdik-ku, olimpiadada arzonroq olsa bo'ladi. Nafaqat olimpiadada bizga murojaat qilib, istalgan paytida olishi mumkin. Biz tavsiya qilamiz, kitoblarimizni shug'ullanib o'quvchilar keyingi olimpiadada natijasi yaxshi bo'ladi. Va keyingi olimpiadamiz nasib bo'lsa 11-yanvarda bo'ladi, 21-dekabrdangi orada adashmasam 3 hafta. 3 hafta bo'sh qoladi. O'sha vaqtda biz harakat qilamiz onlayn olimpiadalar qilishga. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz 30-noyabr kuni bepul onlayn olimpiada qildik saytimizda. Olimpiada bo'lmaydigan yakshanba kuni. Bu safar ham 14-dekabrda olimpiada bo'lmaydigan yakshanba kuni bepul onlayn olimpiada qilamiz. Ya'ni biz maqsadimiz bolalar bo'sh qolmasligi. Onlayn olimpiadada tashkilotchilik xarajati kamligi uchun biz bepul qila olamiz. Unga qurbimiz yetadi. Va kun davomida ishlab chiqib ketaveradi. Kun davomida ishlab chiqib, natijasini ko'radi, qaysini xato qilganini ko'radi, video yechimini ko'radi, sertifikat yuklab oladi unga ham. Unga ball beriladimi? U reyting balga qo'shilmaydi lekin. Chunki onlaynda ustozlar bilan yechgan bo'lishi mumkin, boshqa qilgan bo'lishi mumkin. Shu haqida gapirib bering. Misol uchun, o'tgan safar o'tkazdingiz 6-olimpiada dedingiz, yozgi olimpiada uchun reyting dedingiz. Mana shu haqida ozgina gapirib bering. Mana biz mega miyalar deylik o'sha. Eng kuchli bolalarni bir joyga to'plashdan manfaatdormiz qaysi ma'noda? Ular bir-biri bilan do'st bo'ladi, boshqalar bilasizmi? Har qanday katta buyuk kashfiyotlarni bitta odam yaratmagan. 3-4 ta geniylar yaratgan daholar. Biz o'sha daholarni yoshligidan birlashtirmoqchimiz. Mana biz o'sha katta bo'lib olimpiadalarga borib birlashgan do'stlarimiz bilan hozir shu loyihalarni qilyapmiz-da. Men o'ylaymanki, bular birinchi sinfdan olimpiadaga qatnashib o'tdi. Bizni loyihalardan 10 marta kattaroq loyihalar qiladi kamida. Shuning uchun kuchli o'quvchilar yig'ishdan tarafdor bo'lganimiz uchun biz reytingi eng yuqori o'quvchilarni yozgi maktabga chaqiramiz. Reyting qanday to'planadi? O'sha har bitta olimpiada orqali to'planadi. 100 ballik sistemada to'playdi. Masalan, siz savollar qiyin edi. Hiso olimpiadasida 100 dan 80 ball oldingiz. Siz balli 80 bo'lmaydi reyting ballingiz. Birinchi o'rindagi bolaga nisbatan necha foiz to'plagan bo'lsangiz o'sha bo'ladi. Masalan, siz tasavvur qiling, birinchi o'rinni oldingiz 80 ball bilan. Shu 100 ball hisob. Men 72 ball oldim. 3-o'rinni oldim deylik. Meni ballim 72, sizniki 80 hisoblanmaydi. Sizniki 100 hisoblanadi, meniki 90 hisoblanadi. Chunki men sizni 90% ballingizni olganman. Ya'ni birinchi bu nima uchun qilingan? Qaysidir olimpiadalarimizda savollar qiyin bo'lib ketib qoladi-ku, ballar hammada umumiy tushib ketadi. Umumiy tushib ketgan olimpiadada bolani reytingi past bo'lishi kerak emas. Har doim eng yuqoridagi bola 100 ball oladi, 100% oladi reyting ma'nosida. Boshqalar uni necha foizini to'plagan bo'lsa, o'shancha saytdagi akkauntiga ball qo'shilib turadi. Ana hozir reytingni ko'ryapman, 700 dan reytingi baland o'quvchilarim bor. Ular deyarli olimpiada qoldirmagan. Ular masalan olimpiadada qatnashib boradi-da ular. Shunday. Ular bir-birini ham tanib qolgan bo'lsa kerak. Shunday. Sinifidan misolchi sinf aniq bu safar ham bu oltin olibdi, bunisi ko'p. Mana agar o'tgan yili nima bo'lardi? Raqobat bo'lsa kerak. O'tgan yili bu platformamiz yo'q paytda nima bo'lardi? Har bir hudud bo'yicha alohida natija chiqarardik, boshqa qilardik. Keyin hamma hududni qo'shganda eng zo'rini super final degan olimpiadaga o'tkazardik.
necha marta super finalga chiqsa, shuncha marta $10 pul olardi-da. Da Farhodov Saidakrom ismli juda zo'r o'quvchining dadasi bor, adashmasam Jamolbek aka. Shu odam aytganda menga, natijalar chiqishi bilan hamma hududda kanaliga kirib, birinchi sinfdan balni yozib chiqaman. Bolam общий hisobda respublikada nechinchida turibdi deb. Mana hozir biz ularni ishini osonlashtirib qo'ydik. Respublika bo'yicha reytingni ko'ra oladi, viloyat bo'yicha reyting ko'ra oladi, tuman bo'yicha reyting ko'ra oladi. Shu narsalarni IT, ya'ni raqamlashtirish yordamida biz osonlashtirdik. Qoyil. 21-dekabr kuni Komodo olimpiadasini o'tkazaman deyapsiz va unda men o'sha registratsiya uchun kirdim. O'zimda bolalarim birgalikda registratsiya qildikda. Ancha tushunarli ekan. Masalan, familiyani kiriting, o'qiling. Xullas, 3-sinf qizim o'zini registratsiya qildida va qatnashdi. Va shu narsada e'tibor berdimki, chiqqandan keyin orada birinchi Xisoda olimpiadasi bo'ldi va undan keyin bir yarim soat dam oldik. Undan keyin xalqaro olimpiadaga yana boshqatdan kirdikda. Chiqqandan keyin aytayapti, Xisoni misollari qiyin ekan, lekin xalqaro olimpiadaniki juda oson ekan. Endi Komodo olimpiadasiga kirganda nechta savol bo'ladi o'zi? 30 ta savol bo'ladi. O'zi yuqorida ham aytdim-ku, qiyin narsaga tayyorlansangiz sizga osonlik qilish boshlaydi. O'ynab chiqdi-da. Agar biz teskarisini qilganimizda edi, ya'ni birinchi xalqaroni qo'yib, keyin Xiso olimpiadasini qo'ysak, bolalar yiqilardi. Teskarisini qo'ydik, o'zini imkoniyatini katta olimpiadaga moslashtiryapti. Keyingi olimpiadaga kiryapti, o'zi chiniqqan-ku. Unga savollar osonlik qilyapti, yuqori ball olyapti. Va yana bitta narsa, o'sha xalqaro olimpiadaga to'lov qilib qatnashgan o'quvchi Xisoga bepul qatnashadi. Shu joyi ham o'zi 50 ming, lekin uni ham tekinga qo'lga kiritadi. Bunga ro'yxatda o'tsa, shunday ekan. Oldindan ro'yxatda o'tsa, shuning uchun 30 ta savol beriladi. O'zi qoidasi qanday? 20 ta ochiq test, ya'ni ABC tili, oxiridagi 10 ta savol yopiq test, lekin men hali bir qarorga kelmadim, qaysi ma'noda. Ya'ni minglab odamga o'tkazamiz, uni biz yopiq testli qilsak, natijalar chiqishi bir haftalab cho'zilib ketib qolishi mumkin, chunki yopiq test tekshirish qiyin. Balki uni ham kalitli qilib tekshirish fikri bor bizda. O'sha 5 talikmi, balki 6 talik, 7 talik, ya'ni variantlarni ko'proq qilib, hali o'sha qismi aniq emas, lekin savollar soni 30 taligi aniq va juda ham qiziqarli savollar kutyapti o'quvchilarni. Komodo olimpiadasining saytiga kirib, oldingi yilgi savollarni ochib ko'rsa ham bo'ladi. Ochiq manbada turibdi. Taxminan qanday savollar tushishini bilish uchun imkoniyatlar keng o'quvchilar. Demak, hozir 21-dekabr kungi Komodo olimpiadasini finali Balida bo'ladi. O'quvchilarimizni, ya'ni farzandlarimizni bemalol Baliga tayyorlash uchun ham yuborishimiz kerak ekanda, demak, 21-dekabr kuni. Yozgi olimpiadalar haqida gapirdingiz-ku, yozgi olimpiadalarda deylik, bu yil tojikistonlik o'quvchilar bilan o'zbekistonlik o'quvchilarni birgalikda yozgi olimpiadalar qilaman degan edingiz. Soni aniqmi? Sochi nechtagacha? Yo'q, o'zi aka Tojikiston bilan biz 5 marta qildik. Tojikistonlik o'quvchilar har yil keladi. Bu yil yangiligi shuki, ular pullar qatnashadimi? Tojikistonda ham qilamiz. Ular yana bitta narsa aytishim kerak, $200 dan $400 gacha to'laydi. Tojikistonlik. Chunki ular Arximet olimpiadasini final shaklida bo'layotgan uchun o'sha olimpiadadan finaliga keladi. Mana biz Bali boshqa joyga boryapmiz-ku. Ular bizga xalqaro olimpiada sifatida kelishadi. Kim o'tkazadi uni? Biz o'zlari o'sha xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda $200 dan $400 gacha to'laydi. Lekin bizning o'quvchilar reyting orqali bepul keladi. Tasavvur qilyapsizmi? Nimalarga yashadi? Mana butun boshliq olimpiadadan 1 yilligini qo'shsa $100 bo'lishi mumkin. Lekin o'sha $200 dan $400 gacha bo'lgan imkoniyatni tekin qo'lga kiritib kelyapti. Ovqatlanishi, yotog'i, biz esdalik sovg'alar beramiz, ryukzak, futbolka, kepka, kitoblar beramiz, bir haftalik dars, sayohatlar, hamma narsasi ichida bepul bo'ladi. Reyting orqali yozgi maktabga chiqsa. Qoyil. Keyin yana bir 400 ta odam qatnashdi umumiy hisobda. Bu yil undan ham ko'proq bo'lishi mumkin, chunki 2 ga bo'lib qilishimiz mumkin va bu yil yangiligi nimada deganingizda Tojikistonga ham bormoqchimiz bu yil. Chunki biz Dushanbega borib ko'rib keldik, haqiqatda yaxshi joylar bor. Zo'r. Shunday. Zo'r. Yana bitta narsa, yozgi olimpiadangizni o'sha videolarni ko'rganimda ustozimiz Fanlar akademiyasining prezidenti akademik o'sha Shavkat Ayupov domlarini ko'rdim. Men to'g'risi yaqin orada mana shuncha yoshga kirib, yaqin orada akademikni ko'rganman-da. Suhbatlashdik. Shavkat Ayupov ustoz bilan ko'p gaplashdik. Lekin demoqchimanki, olimpiadaga qatnashuvchi o'quvchilar
maktab davridayoq chet elni ko'ryapti. Maktab davridayoq akademiklarni ko'ryapti. Vazirlarni ko'ryapti. Bu hammasi bepul, zo'r, juda ham ajoyib imkoniyat. Bitta hayotimdan qiziqarli ma'lumot aytaman. Men Respublika olimpiadasida yutganimda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining birinchi o'rinbosari, Vergul markaz direktori U.Salimov degan odamdan diplomimni bir oydan keyin olganman. U odamni ko'rmasdan olganman. Va yozgi maktabda o'quvchilar yozgi maktabga chiqqanning o'ziga vazir, Fanlar akademiyasi prezidenti ustozimiz bir vaqt o'zida O'zbekiston qahramoni va senator hisoblanadi. Va rektorlarning imzolari bilan sertifikat oladi. Qatnashsa o'zi yutsa-ku, sovg'alarini ham oladi ulardan. Shunday ekan, reytinglarni to'plash kerak, hamma olimpiadaga qatnashish kerak. Hammasi o'quvchilar oldingidan ko'ra ko'proq narsani o'rganish uchun qilinyapti. Shunday ekan, hammani tavsiya qilamiz. Rahmat Sardorbek, umid qilamizki bu olimpiadalar yanada kengayishini umid qilamiz. O'sha sizdan iltimos qilamanki, nafaqat o'sha 14 ta hududda, balki hamma tumanlarda sizni vakillaringiz bo'lishini istardim va o'sha vakillaringiz sizni ishonchli hamkor sifatida olimpiadalarni har 2 haftada bir marta muntazam tumanlarda o'tkazib borsalaring juda zo'r bo'lardi va hamkorlik qilmoqchi bo'lgan o'qituvchilarimizga ham iltimos qilardikki, har bir tumanda mana shunday his olimpiadasini vakili bo'lib chiqing, Sardorbekni jamoasiga chiqing, Sardorbekni o'ziga chiqing va ishonchli vakili sifatida har 2 haftada his olimpiadasi hamda xalqaro olimpiadalarni o'zingizni tumaningizda, o'zingizni shu tumaningizni o'quvchilari uchun tashkil qilib bering. Bu juda katta sizdan o'sha tumaningizga katta foyda bo'lardi. O'sha tumanda matematikani rivojlanishiga, matematikadan iqtidorli o'quvchilarimiz qanchadan-qanchada. O'sha mana siz kabi, siz ham o'z tumanni, Xorazmning chekka tumanlaridan chiqqansiz. Mana shunday IMO olimpiadalarda g'olib bo'lgansiz. Siz kabi o'quvchilarimiz juda ko'pda va mana shu o'quvchilarni hammasini qamrab olishlarini so'rab qolardim, iltimos qilardimki, bu ishlaringizda charchamang, muvaffaqiyatlar tilayman. Katta rahmat jamoangizga hamda sizga. Rahmat hammaga.